Hurmatli tomoshabinlar, bugun men siz bilan nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda millionlab insonlarning hayotida muhim o'rin tutadigan, ammo ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan bir mavzuni muhokama qilish uchun shu yerda turibman. Bu mavzu har bir nafaqaxo'r uchun juda muhim va dolzarb, chunki gap nafaqaning barqarorligi, uning miqdori va umuman nafaqa olish huquqining saqlanib qolishi haqida ketmoqda. Ya'ni pensiya oluvchilar uchun kutilmagan chaqiriqlar kimlarni komissiyaga chaqirishlari mumkin va nima uchun degan savolga javob izlaymiz. Bu sizni ertaga yo'qotishingiz mumkin bo'lgan muhim huquqlardan ogohlantirishga qaratilgan videodir. Bu ma'lumot nafaqat sizning, balki oilangiz, yaqinlaringiz va atrofingizdagi keksa avlod vakillarining moliyaviy barqarorligi uchun ham kritik ahamiyatga ega. Shunday ekan, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati ilgari pensiya olish jarayoni va undan keyingi nazorat nisbatan sodda edi. Odamlar pensiyaga chiqish uchun tegishli hujjatlarni topshirar. Pensiya jamg'armasi ularni ko'rib chiqib, pensiya tayinlar edi. So'ngra agar nogironlik pensiyasi bo'lmasa, qayta ko'rib chiqishlar yoki doimiy tekshiruvlar kamdan kam hollarda yuz berar edi. Pensiya odatda bir marta tayinlangandan keyin to'lovlar barqaror davom etardi va aholi bu borada nisbatan xotirjam yashardi. Faqatgina ba'zi hollarda, masalan, ish staji yoki daromadlar haqida qo'shimcha ma'lumotlar aniqlansa, pensiya qayta hisoblab chiqilishi mumkin edi. Lekin bu tizimli tekshiruvlar emas, balki istisno holatlar edi. Odamlar hujjatlarni qo'lda topshirishar, ma'lumotlar bazalari unchalik rivojlanmagan edi. Shu sababli ma'lumotlarni o'zaro solishtirish imkoniyatlari cheklangan edi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat pensiya tizimi shaffoflikni oshirish, mablag'lardan maqsadli foydalanishni ta'minlash, pensiya tizimini raqamlashtirish va har bir nafaqa oluvchining holatini doimiy ravishda monitoring qilish maqsadida qator yangiliklarni joriy etmoqda. Bu jarayon avtomatlashtirilgan tizimlar, turli davlat idoralarining ma'lumotlar bazalari o'rtasidagi integratsiya orqali amalga oshirilmoqda. Misol uchun, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari Soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, FHDYO, hatto tibbiy muassasalar ma'lumotlari bilan o'zaro taqqoslanmoqda. Bu degani, endi sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, daromadlaringiz, ish joyingiz, oilaviy ahvolingiz va hatto sog'lig'ingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda tekshirilib turiladi. Agar ma'lumotlar o'rtasida nomuvofiqliklar aniqlansa yoki tizimda biron bir qizil chiroq yonsa, sizni darhol komissiyaga chaqirishlari mumkin. Bunday chaqiriqlar kutilmagan bo'lishi va ba'zida noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, pensiyaning vaqtincha to'xtatilishi yoki miqdorining kamayishi. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak keling. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligi va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi toifa, ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, shu bilan birga ishlashni davom ettirsangiz, sizni komissiyaga chaqirish ehtimoli yuqori. Nima uchun? Chunki qonunchilikka ko'ra ba'zi turdagi pensiyal ishlayotgan shaxslarga boshqacha tartibda to'lanadi yoki ularning miqdori daromadga bog'liq bo'ladi. Misol, tasavvur qiling, 65 yoshli Ahmad aka yoshiga ko'ra pensiyaga chiqqan, lekin oilasi budjetiga qo'shimcha daromad keltirish maqsadida kichik xususiy korxonada yarim stavkada hisobchi bo'lib ishlaydi. Uning rasmiy ish haqi har oyda 2 million so'm. Ahmad aka bu ishini avval pensiya jamg'armasiga bildirmagan yoki uning eski ma'lumotlari tizimda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Endi pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari bilan integratsiya qilingan. Tizim Ahmad akaning pensiya oluvchi ekanligini va shu bilan birga rasmiy ish haqi olishini avtomatik tarzda aniqlaydi. Bunday holatda Ahmad akaga pensiya jamg'armasidan chaqiruv kelishi mumkin. Undan ishga kirganligi, oylik daromadi haqida ma'lumot so'raladi va uning pensiya miqdori qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Agar uning pensiyasi oldingi qoidalarga muvofiq ishlayotgan pensionerlar uchun hisoblangandan yuqori bo'lsa, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi ham qo'yilishi mumkin. Bu pensiya miqdorining 20-30% gacha kamayishi yoki ma'lum bir muddatga to'xtatilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar Ahmad aka norasmiy ishlagan bo'lsa, bu ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi norasmiy daromadlarni aniqlay olmasa-da,
boshqa kanallar orqali ma'lumot olish ehtimoli bor. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi tayinlashda tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasi asos bo'ladi. Ushbu xulosalar vaqti bilan qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ayniqsa nogironlikning ma'lum bir muddatga belgilangan bo'lsa. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va navbatdagi qayta ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz yoki sizning sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasida ma'lumot bo'lmasa, sizni komissiyaga chaqirishlari mumkin. Misol, 55 yoshli Dilbar opa 5 yil oldin ikkinchi guruh nogironlik uchun pensiya tayinlangan. Uning nogironligi 3 yil muddatga belgilangan edi. Ammo Dilbar opa bu muddat tugagandan keyin qayta tiyek ko'rigidan o'tishni unutgan yoki unga bu haqda eslatma kelmagan. Tizim avtomatik tarzda uning nogironlik muddati tugaganini, ammo qayta ko'rikdan o'tmaganligini aniqlaydi. Natijada pensiya jamg'armasidan Dilbar opani chaqiruv keladi va undan darhol tiyek ko'rigidan o'tish talab qilinadi. Agar u o'z vaqtida ko'rikdan o'tmasa, pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Agar ko'rik natijasida uning nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, masalan, yaxshilangan bo'lsa yoki umuman nogironlik belgilari yo'q deb topilsa, pensiya miqdori kamayishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bu holatda Dilbar opaning pensiya to'lovlari bir necha oyga kechikishi yoki hatto butunlay to'xtatilish ehtimoli bor. Uchinchi toifa ma'lumotlari eskirgan yoki noto'g'ri bo'lgan pensionerlar. Ba'zida pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan haqiqiy holat o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelishi mumkin. Bu shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlar, familiya o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, oilaviy ahvol o'zgarishi, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchining turmushga chiqishi yoki farzandning voyaga yetishi kabi holatlarda yuz berishi mumkin. Misol, 7 yoshli Quronboy amaki qishloqda yashaydi. Uning pensiya hujjatlarida Toshkentdagi eski manzil ko'rsatilgan, ammo amalda u 5 yildan beri boshqa tumandagi qishloqda yashaydi. Pensiya pochta orqali yuboriladi. Yangi tizim fuqarolarning doimiy yashash joyi ma'lumotlarini tekshiradi va agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan boshqa davlat idoralarining, masalan, Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlari mos kelmasa, pensiya jamg'armasi sizni komissiyaga chaqirib ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'raydi. Agar Qurbonboy amaki chaqiriqni olmasa yoki unga javob bermasa, pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi 20 yoshli qiz pensiya olish huquqini yo'qotadi. Agar u turmushga chiqsa yoki o'qishni tugatsa, lekin u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, tizim FHDga ma'lumotlari orqali uning turmushga chiqqanligini aniqlash mumkin. Bunday holda uni komissiyaga chaqirib, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu bir necha million so'mlik summani tashkil qilishi mumkin. Agar siz faqat yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsangiz, hech qayerda ishlamasangiz, barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasida to'liq va aniq bo'lsa, sizning pensiyangiz faqat qonunchilikka muvofiq indeksatsiya qilinadi va hech qanday kutilmagan chaqiriqlar bo'lmasligi kerak. Shuningdek, agar siz barcha ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilab borsangiz va o'zingizga tegishli majburiyatlarni bajarsangiz, xavotirlanishga hojat qolmaydi. Istisno holatlar, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya tizimida har qanday qoidada bo'lgani kabi istisnolar va o'ziga xos jihatlar ham mavjud. Ushbu nuanslarni bilish sizni ko'plab muammolardan himoya qilishi mumkin. Istisno holatlar. Ba'zi toifadagi pensionerlar, masalan, ulug' vatan urushi faxriylari, o'ta og'ir va tuzatib bo'lmas nogironligi bo'lgan shaxslar yoki juda keksa yoshdagi fuqarolar, masalan, 9 yoshdan oshganlar, tizim tomonidan kamroq tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Ularning holati odatda barqaror deb hisoblanadi va ularni tez komissiyaga chaqirish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biroq bu ularni mutlaqo tekshiruvlardan ozod qiladi degani emas, shunchaki ehtimollik kamroq bo'ladi. Shuningdek, ba'zi bir maxsus imtiyozli pensiya turlari uchun ham o'ziga xos qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Tuzoqlar. Eng katta muammolardan biri bu xat xabarlarning o'z vaqtida yetib bo'lmasligi. Agar sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingiz eski bo'lsa, pensiya jamg'armasidan kelgan chaqiruv xati sizga yetib bormasligi mumkin. Natijada siz belgilangan muddatda komissiyaga bormasligingiz va pensiyangiz to'xtatib qo'yilishi mumkin. Ikkinchi tuzoq bu yangi qonunlar va nizomlardan bexabar qolish. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi va ko'pgina pensionerlar
bu o'zgarishlardan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa ularning o'z huquqlari va majburiyatlari haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lishiga olib keladi. Ayniqsa, keksa avlod vakillari uchun elektron xizmatlardan foydalanish yoki murakkab huquqiy atamalarni tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi yoki tizimda texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu ham sizning komissiyaga chaqirilishingizga sabab bo'ladi. Noaniq nuanslar. Ba'zi hollarda komissiya chaqirig'i nafaqat cheklovlar bilan bog'liq bo'lmay, balki sizga qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlar tayinlash imkoniyatini ham ko'rib chiqishi mumkin. Misol uchun, agar sizning mehnat stajingizga oid eski arxiv ma'lumotlari aniqlansa, pensiyangiz qayta hisoblab chiqilib, miqdori oshishi mumkin. Yoki siz ilgari bilmagan yoki qo'shimcha shartlar paydo bo'lgan yangi ijtimoiy yordam dasturlariga mos kelishingiz mumkin. Shuning uchun komissiya chaqirig'ini har doim salbiy hodisa deb qabul qilish shart emas. Har doim to'liq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qiling va vaziyatni tushunishga intiling. Yana bir muhim nuansa bu oila a'zolarining roli. Ko'pincha pensionerlarning o'zlari uchun barcha byurokratik jarayonlardan o'tish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ularga yaqinlari, farzandlari yoki nevaralari yordam berish kerak. Ularning zimmasida pensionerning hujjatlarini tekshirish, yangiliklardan xabardor qilish va zarur bo'lsa, tegishli idoralarga murojaat qilish mas'uliyati turadi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizni komissiyaga chaqirishsa yoki siz bu xavf ostida ekanligingizni his qilsangiz, nima qilishingiz kerak? Sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring va yangilang. Darhol o'zingizning pensiya ishingizga oid barcha hujjatlarni, xususan pensiya guvohnomasini, pasportingizni, mehnat daftarchangizni, TEX xulosasini, agar nogironlik pensiyasi olsangiz va boshqa tegishli hujjatlarni ko'zdan kechiring. Ulardagi ma'lumotlar haqiqiy holatga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar manzilingiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki oilaviy ahvolingizda, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi uchun o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bering va hujjatlarni yangilang. Bu sizning asosiy himoyangizdir. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringizni pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtiring. Tug'ilgan kuningizni, manzilingizni, familiyangizni va aloqa ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni o'zingiz yashayotgan tumandagi pensiya jamg'armasi bo'limida aniqlashtiring va ularning ma'lumotlar bazasida to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga rasman xabar berilganligiga amin bo'ling. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, oqibatlari haqida o'ylab ko'ring va rasmiy ishga joylashish imkoniyatini ko'rib chiqing. 0. Norasmiy mehnat staji pensiya hisobiga kirmaydi va qo'shimcha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 3-qadam, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun alohida choralar. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, tek ko'rgidan o'tish muddatlaringizni aniq biling. Muddat yaqinlashayotgan bo'lsa, oldindan shifokorlarga murojaat qilib, barcha kerakli tibbiy hujjatlarni, kasallik tarixi, tahlillar natijalari, shifokor xulosalari yig'ib qo'ying. Bu sizga qayta ko'rikdan o'tish jarayonini tez va muammosiz yakunlashga yordam beradi. 4-qadam, xabardor bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib boring. Rasmiy veb-saytlarni, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, e-hukumat portali, ishonchli yangilik manbalarini o'rganing. Agar yangi qarorlar yoki qoidalar qabul qilinsa, ular bilan tanishing. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Mahalliy hokimliklar, fuqarolarning o'zi boshqarish organlari, mahalla qo'mitalari ham aholini xabardor qilishda yordam berishi mumkin. 5-qadam. Komissiyaga chaqirib kelsa, nima qilish kerak? Agar sizga pensiya jamg'armasidan chaqirib kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Zudlik bilan ko'rsatilgan sanada va vaqtda tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Barcha kerakli hujjatlaringizni, pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, boshqa tegishli hujjatlar o'zingiz bilan oling. Agar komissiya sizdan qo'shimcha ma'lumotlar talab qilsa, ularni taqdim etishga tayyor bo'ling. O'zingizni bexabar tutmang. Barcha savollaringizni bering va barcha qarorlar yozma ravishda rasmiylashtirilishini talab qiling. Agar sizda tushunmovchiliklar yuzaga kelsa yoki siz komissiya qaroriga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga
Masalan, pensiya jamg'armasining hududiy boshqarmasi yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. 6-qadam ariza yozish tartibi. Misol, agar siz pensiya jamg'armasiga ma'lumotlarni yangilash, aniqlashtirish yoki biron bir savol bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, yozma ariza bilan murojaat qilish eng yaxshi usuldir. Ariza namunasi quyidagicha bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi viloyat tuman bo'lim boshlig'iga pensiya oluvchi. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, kun, oy, yil, yashash manzili, viloyat, tuman, shahar, ko'cha, uy raqami, telefon raqami. Telefon raqamingiz, ariza men, ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pensiya oluvchiman. Mening pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishni va agar zarurat bo'lsa, ularni yangilashni so'rayman. Xususan, qaysi ma'lumotni yangilamoqchi ekanligingizni ko'rsating. Masalan, yashash manzilim o'zgarganligi munosabati bilan yoki ishga joylashganligim, ishdan bo'shaganligim munosabati bilan. Shuningdek, mening pensiya to'lovlarimga oid so'nggi ma'lumotlarni va agar biron bir o'zgarishlar mavjud bo'lsa, ular haqida tushuntirish berishingizni so'rayman. Javobni qanday usulda olishni xohlaganingizni ko'rsating. Masalan, yozma ravishda pochta orqali yoki elektron pochta orqali so'rayman. Hurmat bilan familiya, otasining ismi, sana imzodi bu misol. O'zingizning holatingizga moslab keragicha ma'lumotlarni qo'shishingiz yoki o'zgartirishingiz mumkin. Arizani 2 nusxada yozib, bir nusxasini pensiya jamg'armasi qabulxonasiga topshirib, ikkinchi nusxasida qabul qilganlik haqida belgi qo'ydirib olishingizni tavsiya qilaman. Xulosa aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilgan mavzumiz sizning nafaqangiz barqarorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar va avtomatlashtirish jarayonlari sizdan faol ishtirok etishni va o'z ma'lumotlaringizni doimiy nazorat qilib borishni talab qiladi. Barcha ma'lumotlaringizning to'g'ri va dolzarb ekanligiga ishonch hosil qilish orqali siz kutilmagan muammolar va noxush vaziyatlarning oldini olishingiz mumkin. O'zingizni va yaqinlaringizni xavotirlardan himoya qilish uchun hoziroq harakat qiling. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozing. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoni like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumotlar sizning hayotingizda juda muhim bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.